Assalomu alaykum. Hurmatli muxlislarimiz, bugun bitta kasalni misolida L-arginin va sink ichgan odamni testosteroni qanchalik ko'tarilishini o'rganamiz. Bilasizlar, mana L-arginin degan aminokislota bor. L-arginin shartli almashtirsa bo'ladigan yoki shartli almashtirib bo'lmaydigan aminokislota hisoblanadi. Nima degani? Demak, aminokislotalar bizda shunaqa bo'ladiki, ba'zilarini o'zimiz ishlab chiqara olamiz, ba'zilarini hayvon mahsulotlaridan, go'shtdan, tuxumdan, baliqdan qabul qilamiz. Shartlilari borki, ma'lum bir sharoitda organizm o'zi ishlab chiqara oladi yoki kam miqdorda, qolganini hayvon oqsillari bilan qabul qiladi tashqaridan. L-arginin okis azotini sintezini kuchaytiradi. Shuni hisobiga qon aylanishini yaxshilaydi. Shu jumladan chanoq a'zolarida ham qon aylanishini yaxshilab, potensiyani kuchaytirishi mumkin, spermani sifatini yaxshilashi mumkin, davleniyasi oshganlarni davleniyasini tushirishi mumkin va pumpni kuchaytiradi, venalarni kengaytiradi, immunitetni oshiradi, trenirovkadan keyin восстановлениyaga yordam beradi, yaralarni bitishiga yordam beradi, oqsillar tarkibiga kirgani uchun. Xo'p, sink. Bizlar sink, kimda sink yetishmasa, uni testosteroni 400% gacha kamayib ketishi mumkin. Sink tabiiy mahsulotlarda bo'ladi. Misol uchun qovoqning urug'ida, dengiz mahsulotlarida, go'shtda ham bo'ladi. Sink misol uchun pirashka, bo'lichka, rolton qilib yurgan odamlarda kam bo'lishi mumkin yoki ayollarda ko'pincha yetishmaydi. Biz 10 ta ayolni tekshirsak, ikkitasida kam, 4 tasida minimalniy tochkada chiqdi. Erkaklarni tekshirsak, bitta ikkitasida kam chiqishi mumkin. Sink kimda yetishmasa, testosteronni 400% gacha kamayishi mumkin. Sink ichirganimizda testosteroni ko'tariladi. Lekin L-arginin ham, sink ham o'zingizni normangizdan, o'zingizni chegarangizdan oshirib bermaydi. L-argininni umuman testosteron ko'tarish haqida xususiyati yo'q. Ereksiyani yaxshilashi mumkin, lekin testosteronni ko'tarish haqida gaplar yo'q. Biz tekshirib, mana misol uchun bitta erkak kishi keldi, hozir ko'rsataman. Xo'p, bu erkak kishimizda ortiqcha vazn yo'q. Bo'yi 1.71 ga 70, o'zi 42 yoshda. Qorin aylanasi katta emas. Mana muskul yetishmovchiligi bor, 29 kilo massasi bor, o'zi 32 kilo massa bo'ladi erkak kishida, muskul massa. Yog'i unaqa ko'p emas, qorin aylanasi katta emas, 94 dan katta bo'lsa katta hisoblanadi. Xo'p, suyaklarida kalsiy kamaygan, mishishning massa kamaygan. Demak, bu erkakda testosteronning kamayishi bir necha yil oldin boshlangan. Esinglarda tursin. Muskulni kuchiga va muskulni massasiga testosteron javob beradi asosan. Muskulni kuchi va massasini kamayishi bu testosteron yetishmovchiligini bitta asorati, osteoporoz erkaklarda testosteron yetishmovchiligini bitta asorati va bu uje testosteron yetishmovchiligi taxminan 5 yil oldin yoki undan ham oldin boshlangan deb bildiradi. Endi mana sink ichib yurgan, omega ichib yurgan, L-arginin ichib yurgan, vitamin D ichib yurgan, nima esimdan chiqdi, magniy ichib yurgan erkak oldimizga keldi. Tekshirib ko'rsak, testosteroni 11.99, o'layotgan chollikidagi. Esinglarda tursin, dunyo bo'yicha nanomol litrda 12 dan 42 gacha referens hisoblanadi. Referens degani eng yuqori va eng pastki chegarasi, chegara, norma emas. Chet elda normani optimum deyiladi. Nanomol litrda taxminan 30 nanomol litr optimum hisoblanadi. O'zbeklarda testosteron baland bo'ladi. Biz Buxoroda ishlab yurganimizda hattoki 75 testosteronli uylanmagan 27 yosh erkakni ko'rganman, hali uylanmagandi. Xo'p. Namanganda tekshiruvlar o'tkazilganda testosteron 50 atrofida chiqqan. Buxoroda sog'lom sportsmen yigitlar tekshirilganda testosteroni 50 atrofida chiqqan, 20-24 yashar erkaklar tekshirilganda. Nima demoqchiman? Toshkentliklarni, sog'lom yigitlarni tekshirganimizda 36 chiqqan, uylanmagan sog'lom yigitlar, 18-20 yashar yigitlarda normada. Ozg'in oddiy trenirovka qilmaydigan yigitlar. Qilgan bo'lsa ozgina zalga borib yurgan yosh yigitlar. Xo'p, endi bu odam demak 42 yosh edi adashmasam, testosteroni 12 chiqdi,
11,99, svobodniy testosteron 12 chiqdi. Luteinlovchi gormon 4,5 chiqdi. Xo'p, mana bu erkak 1000 sink ichsa ham, 1000 L-arginin ichsa ham testosteroni juda ham kam. Yevropa urologlar assotsiatsiyasi testosteronni tushgan bo'lsa, sababini topib davolanglar deydi. Bu erkakning sinki oldin ham norma bo'lgan. L-arginin testosteronni ko'tarmaydi. Ereksiyani yaxshilashi mumkin. Pumpni yaxshilashi mumkin. Восстановление berishi mumkin, lekin gormon rostani даже hatto ko'tarishi mumkin, testosteronni umuman ko'tarmaydi. Nimaga bu erkakka ta'sir qilmagan? Bu erkakni testosteronining kamayishi возрастной androdefitsit deyiladi. Ya'ni yoshi katta bo'lganiga, qariganiga testosteroni kamaydi degani. Hamma qariydi, tasavvur qilinglar, bitta Cobaltni 42 yil zapchasini almashtirmasdan haydadi. Eski bo'ladimi, yangi bo'ladimi? Odam ham yildan yilga qariydi, odamning ichidagi testosteron ishlab chiqaradigan leydik hujayralari yildan yilga har 10 yilda 80 milliontadan o'lib boradi. 42 ga chiqquncha kamida agar 160-200 milliontasi o'lgan bo'lishi mumkin. Buni ustiga yana qo'shimcha faktorlar, misol uchun sahrning balandligi yoki boshqa odamlarda uyqusizlik, sportning kamligi, noto'g'ri ovqatlanish, vitamin D ning defitsiti, yana boshqa sabablar sabab bo'lishi mumkin. O'zingizni sababingizni ustiga, yoshingizni ustiga yana qo'shimcha zararli odatlaringiz qo'shilishi mumkin. Shuning uchun testosteronimni ko'taradi deb har balo ichmanglar. Ichmoqchimisiz? Tabiiy yo'l bilan ko'tarmoqchimisiz? Luteinlovchi gormon. Mana luteinlovchi gormon va общий testosteronni tekshirib ko'ringlar. Mana bunaqada sizlar kasalligingizni tan olgingiz, testosteronni tushganini tan olgingiz kelmaydi. Qaridingiz. 18 yashar Ilyos yo'q. 18 yashar Sadulla yo'q. 18 yashar Komil aka ham yo'q. Bo'ldi, qaridinglar, dabdalanglar chiqdi. Boshingiz oqardi, sochingiz oqardi, yuzingizga ajin tushdi. Yana qorin qo'yib qappaytirib semirdingiz, oldingi kuchingiz yo'q. Zo'rman deb o'zingizni aldab yuribsiz. Ereksiya, potensiya yaxshi degani testosteron zo'r degani emas. Sink yetishmovchiligi kuzatilmasa, sink testosteronni umuman ko'tarmaydi, L-arginin testosteronni umuman ko'tarmaydi. Vitamin D aslida yordam berish kerak. Bu odam ichganda kamroq ichgan, normaga kelmagan. Ito'q ko'tarsa 15% ga ko'taradi. 12 testosteronni 15%, 10 necha bo'ladi? 13 bo'ladi. 12,5 13 bo'ladi. Bitta 1,5 taga, xo'p ikkitaga ko'tarib bersin, 12 dan 14 ga ko'tarib berdi. Yashab bo'lmaydi. Shunaqa holatlar bo'ladiki, tabiiy yo'llar bilan ko'tara olmasangiz, stimulyatsiya bilan ko'tara olmasangiz, ukol olishga majbur bo'lasiz. Hamma batlarni qo'shib ichsangiz ham, agar shu batlarni yetishmovchiligi tufayli testosteroningiz kamaymagan bo'lsa, sizga o'sha batlar ko'tarib bermaydi. Vitaminlarda hamma, любой vitamin, nima esingizga, tribulus, ashvaganda, balobatlar, ereksiyangizni yaxshi bo'lgani testosteronni ko'tarilgani emas. Zalga borib L-arginin bilan vitamin D ichib, agar testosteroningiz ko'tarilsa, zalga borganingiz uchun, fitness qilganingiz uchun ko'tarildi. L-arginindan ko'tarilmadi. Ozganingiz uchun ko'tarildi. Yog' eriganda, hattoki 10% ga ozish ham testosteronni ko'taradi. Tana vaznini 10% ga ozdirishi. Testosteronni hatto 100% gacha ko'tarishi mumkin. Ozganingiz uchun testosteron yaxshi bo'ldi. Testosteron faqat seks degani emas. Testosteron qorin aylanasi normada, muskul massa normada, yog' normada, jigarni yog' bosmagan, insulin rezistentlik yo'q, charchash yo'q, asab joyida, ereksiya joyida, hamma narsa joyida bo'lishi kerak. Hafsala bo'ladi. Testosteroni baland erkakda hafsala bo'ladi. Hafsala pasayib qoladi, ishlagingiz kelmaydi, bir joyga borgingiz kelmaydi, choyxonaga borgingiz kelmaydi, qornim olib qoldi deydi, ichim ketib qoldi deydi, taksiga o'tirdim, mazam bo'lmayapti, qaytib yotib oldim deydi. Testosteron ko'p bo'lsa ham uni ishlatish kerak. Bekorga aromatizatsiya berib, estradiolga aylanib ketmasdan joyiga ishlatish kerak, sport qilish kerak. Noto'g'ri ovqatlanishingiz testosteronni parchalab tashlaydi. Insulinning yuqori bo'lishi testosteronni parchalab tashlaydi. Eng katta testosteronning dushmani yog', qorningizdagi yog'. Presslaringiz ko'ringunicha ozishingiz kerak. Xo'p, mabodo kimdir unaqa qilib, bunaqa qilib o'zini testosteronini ko'tarmoqchi bo'lib, qo'lidan kelmay yurgan bo'lsa, to'liq tekshiruvga kelmoqchi bo'lsa,
mana shu yerda o'zimni ishxonamni man o'zimni telefonlarimni qoldirib ketaman. Man telefonni ko'tarmayman, gaplashmayman. Lekin mana shu nomerim Telegramdan yozsangiz javob beraman. Bu ishxonani qachon kelsa bo'ladi, lokatsiya qayerda, ish kunlari necha pul ketadi, shularni chetdan so'rayverasizlar. Telefonlashib kelarsizlar ishxona bilan. Mana bu Telegramga yozsangiz ham javob beraman. Sog' bo'linglar.